Do'stlar, biz kutgan kun ham keldi. Yandex Alisa stansiya Lite endi bizning tilimizda ham ishlaydi. Bu qutida sizning yangi do'stingiz yashirinib o'tiribdi. Keling uni birga ko'ramiz. Qarang qanchalik ixcham va chiroyli qadoqlangan. Ochganda esa juda oddiy va tushunarli. Qurilma, kabel va hujjatlar hammasi joyida. Shu kichkina qutidan butun boshli aqlli yordamchi chiqib keladi. Ishonasizmi? Alisa, bugun havo qanday? Hozir Toshkentda +18 kun bo'yi havo ochiq. Bugun yog'ingarchilik kutilmayapti. Kechqurun +17 lekin tunda +12. Alisa, to'xta. Mana endi o'zbek tilida ham gapiradi. Juda yoqimli eshitiladi, to'g'rimi? Alisa, o'zbek qo'shiqlaridan qo'y. Azatbek Nazarbekov qo'shig'ini yoqmoqdaman. Qurilmani ishga tushirish uchun avvalo smartfoningizga App Store yoki Google Play dan Only Dom ilovasini yuklab olishingiz kerak bo'ladi. Ilovani o'zimizga moslab, to'g'irlab olamiz. Bu yerda Yandex Lite tugmasi bo'ladi. Ezik assistenti, ya'ni til tanlashni bosamiz. O'zimizga qulay rus yoki o'zbek tillariga o'zgartirishimiz mumkin bo'ladi. Yandex Alisa stansiya Lite texnologiyasi endi bizning tilimizda. Bu oddiy qurilma emas, bu sizning yangi oila a'zoyingiz. Alisa, xayr. Xayr, yaxshi kun tilayman. Yana gaplashamiz. Ishonch hayotni hozirdan boshlang.